Men Fotima Zahro yaqinda ish faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan logopedman. Logos Stipenki markaziga kelib, juda ham ko'p bilimlarni oldim. Bu uchun ustozim Javlondan kattakon rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Men Turg'unboyeva Mahzuna Logos Stipenki markazida ustoz shogird kursiga o'qishga keldim. Nutqida kamchiligi bo'lgan bolalar bilan qanday ishlash, ularga qanday munosabatda bo'lish va qanday korreksion ishlar olib borish bo'yicha o'zlarini barcha bilimlarini bizga berdi. Munis Javlonovaga katta rahmat. Ismim Gulirano, logopediya yo'nalishini tamomladim. Logos Stipenkida Munis Javlonovaning ustoz shogird kursini bitirdim. Bu kursdan juda ham mamnunman. Ustozimga kattakon rahmatlar aytaman. Men Munis Javlonovaning kurslarida o'qiganim juda ham xursandman. Men uchun juda ham manfaatli bo'ldi. Munis opaga rahmat aytaman. Men Dildora Baxtiyorovna Munis Javlonovaning ustoz shogird kursiga qatnashganidan juda ham mamnunman. Katta rahmat aytaman.